Kuchli ayol. Hayotda hech kim hech kimga yordam berishga majbur emas. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Har doim uzatilgan qo'llar tutib olinmaydi. Har doim ham insonlardan yordam kutish emas, balki avvalo ishonch, harakat muhim. U ayol. Psixologiya yo'nalishida bilim olib, mutaxassis sifatida faoliyat boshladi. Aynan o'ziga o'xshash hayot kechirayotgan ayollar bilan ishlay boshladi. Va o'sha paytda anglab yetdiki, eng katta anglashuvi bu Allohga bo'lgan shukronasi edi. Uning dilida yagona so'z aylanardi: rahmat. Rahmat hayotda bo'lgan sinovlar uchun. Rahmat og'riqlarim uchun. Rahmat meni tark etganlar uchun. U hayotida har bir holatda nega degan savollar bilan o'zini qiynamas, ortiq faqat rahmat degan so'z bilan vaziyatdan chiqib ketish yo'lini bilardi. U ayol. Psixologiya yo'nalishida bilim olib, mutaxassis sifatida faoliyat boshladi. Aynan o'ziga o'xshash hayot kechirayotgan ayollar bilan ishlay boshladi. Va o'sha paytda anglab yetdiki, eng katta anglashuvi bu Allohga bo'lgan shukronasi edi. Uning dilida yagona so'z aylanardi: rahmat. Rahmat hayotida bo'lgan og'riqlariga. Rahmat sinovlarga. Rahmat meni tark etgan insonlarga. U endi boshqalarning dardini ham eshita oladigan va his qila olardi. U ayol qanday insonlarni chinakam bilimli deb hisoblashini bilasizmi? Faqat kitobdan emas, hayotning o'zidan saboq olgan, sinovlardan o'tgan. Kitob sahifalarini ochish bilan hayotni yashab o'tgan qadamlardagi tafovut osmon bilan yercha farq qiladi. Bugungi kunda u ayol psixolog sifatida faoliyat olib bormoqda. Ayollar bilan ishlayapti. Ular unga minnatdorchilik bildirib, o'zgarishlarini ko'rsatyapti. U esa ularni doim bir gap bilan ilhomlantiryapti: taslim bo'lmang, turing, harakat qiling. Hayot to'xtab qolmadi. Siz mas'uliyatli ona sifatida harakatsiz o'tirishga haqli emassiz. U ayol ajrimni hayotning yakuni emas, balki rivojlanish uchun berilgan yangi imkoniyat deb qabul qildi. U har qanday sinovni o'sha damda emas, balki keyin keladigan natijasi orqali baholaydigan insonga aylandi. Endi hayotida qandaydir holatlar bo'lsa, u ularning ortidagi xayrni izlaydi. Rahmat deb chiqib ketadi. Bugungi kunda u kuchli mutaxassis, kuchli ona qanday bo'lishini his qilmoqda. Ehtimol kimdir so'rashi mumkin: kuchli ayol bo'lish osonmi? U bunga javoban shunday deydi: men ayolni erkakdek bo'lishi kerak, erkakning mas'uliyatini ham zimmasiga olishi kerak degan ma'noda kuchli deb aytmayman. Men kuchli ayol deganda ona sifatida farzandiga ibrat bo'la oladigan ayolni tushunaman. Siz hech qachon ota o'rnini bosa olmaysiz. Siz chunki ayolsiz. U ayol farzandiga boshqalarning mehrini kutmadi. Chunki biladi, begonalar mehr berishga majbur emas.
U o'gay otadan otalikni ham kutmadi. Farzandga ham bunday majburiyatni yuklamadi. Va eng muhimi, ajrim uchun farzand hech qachon aybdor emasligini tushundi. Avvallari u ham xafa bo'lib, jahl ustida farzandini otasiga ko'rsatmaslikni o'ylagandi, jazolamoqchi bo'lgandi, lekin o'sha yo'l uni faqat jazoga boshladi. Keyin tushundiki, bu yo'l to'g'ri emasligini. U bilan ishlagan psixolog ustozlari unga katta saboqlar berdi. Eng asosiysi, har bitta holatda nega deb so'rash emas, bu holatda men nimani anglashim kerak deb o'ziga savol bera boshlashni o'rgandi. Har bir holatga shukr bilan, sabr bilan yondasha boshladi. Azizim, endi sizga bir savol. Siz hali ham nega degan savollar bilan o'zingizni qiynayapsizmi?